Bugun Instagram sahifasida qo'ygan videolarim ko'p bahslarga sabab bo'ldi. Direktim juda ko'p narsalar yozilgan, javob qaytara olmayapman. Lekin qaytib yashashdan ko'nglim qoldi, to'g'risi. Men 4 yoshimda onamdan ayrilgan bo'lsam, boshimdan ko'p kunlar o'tgan. Onasiz yashashga o'g'il bolalarda qanaqa, lekin qizlar onasiz yashayotgan har bir kuni azobli bo'ladi. Dardini aytayotgan odami bo'lmaydi. Charchagan paytda borib bag'riga bosh qo'yib dardlarini unutadigan odami bo'lmaydi. Ayol kishi uchun dunyoda onasi bo'lsa hamma narsaga bardoshi yetadi. Chunki dardiniga darmon bo'ladigan onajoni bo'ladi. Men 4 yoshimda onamdan qolganman, lekin onajonimni yuzlarini eslolmayman. Hidlariga yo mehrlariga to'yish nariga tursin, men onajonimni yuzlarini eslolmayman. Lekin qaysidir isqirt ichib olib, onangni deb so'kib o'tirgani uchun shunchalik xo'rligim keldi. Qo'limni sindirsin, oyog'imni sindirsin. Bunda qonun bordir. Lekin onajoningni degani uchun hech ham o'zimga kela olmayapman. Qayerda bormay ko'zim yoshi tinmayaptiki, men farzand bo'lib yashab bu hayotda shuncha ko'rgiliklarni ko'rib, bugungiday ahvolga tushmaganman. To'g'ri, oldin o'tgan yilga bo'lgan voqeaga bir og'iz onangni degan uchun bir kishini 5 sutka qamatganman. Lekin bunga davlatga topshirdim, qonun nima desa desin. Lekin hozir yashashdan ham ko'nglim qolib o'tirgani sabab bir janjal qilsam, birov bilan o'zim haqqimni talab qilsam, onajoningni, onangni deb so'kishyapti-da. Mani 32 yil bo'lgan olamdan o'tganiga onammi nima aybi bor? Hatto menga onam tarbiya bermagan, bir narsani o'rgata olmagan, chunki umri yetmagan. Men onam o'lgan payt 4 yoshga ham kirmagan edim. Men har bo'lgan janjalga onangni degan haqoratni olib berishga qanday farzand bo'ldim, qanday yuzimchi deydi. Onasi borlarga juda havasim keladi. Ular hayotda eng baxtli odamlar. Men dunyodagi eng baxtli qaroligim onasizligim. Men o'z onajonimning yuzini eslolmayman. Lekin bo'lmagan tortishuvlarga qaysidir ichib olib kimdir, ichmagan holatida ham onangni degan so'zni ko'p ishlatishyapti. Men bugun eng alam qilganim onamni haqorat qildirib qo'yganim bo'lyapti.